ekansan. Yordam beraman senga. Nima bu? Qadah kerakmi senga? Ha. Vinos qadah bo'ladimi? Go'shangada kelinsiz o'tirishday gap u. Yo'q, men ichmayman. Men ham shu. Bermaydi bu. Siz gapimga yaxshi tushunmadingiz. Men mutlaqo ichmayman. Bildingizmi? Jismoniy imkoniyatim ko'tarmaydi. Birinchi qadahni bo'lmasa, shuning uchun ichamiz. Aha, qadah hozir yozib ol. Keyin yozib olarsan. Stakonni ol. Meni buvam aytgan ekan. Hovli sotib olishga hushim bor, lekin imkoniyatim yo'q. Eshik sotib olishga imkoniyatim bor, lekin hushim yo'q. Qoyil. Qani bo'lmasam, hushimiz imkoniyatimiz bilan hamisha mos kelishi uchun ko'taramiz buni. Oh, qarang. Ajoyib tost bo'ldi. Ko'rdingizmi? Ajoyib tost. Endi qarang, tostga gap yo'q. Xohish va imkoniyat teng kelishi uchun dedi. Qarang, tostga gap yo'q. Zo'r. Endi videoni yana davomini ko'ramiz. Tost aytib, shunday deb vah deb qapqachasini tost aytib o'tirgan vaqtimda bir hurliqa shamolda ko'ylaklarni yelpildatib kelayotgan bo'lsa, ko'zingga tushib qolsa qanday ahvolga tushasiz? Qarang, to'st aytayotgan vaqtda shunday hurliqa shamolda ko'ylaklarni yelpildatib kelsa, odam qanday ahvolga tushib qolasiz-da? Umuman shokka tushib qolasizda, shokka umuman tasavvur qilib bo'lmaydi. Videoda yana davom etamiz. Nasıl optiraman? Nuqul kabinetda o'tiraverib. Qayerda yursan? Nima edi? Meljiyan. Salom. Jirasoz. Nima? Student pedagogika institutida o'qiydi. Bizga o'rinbosar tayyorlayapmiz, nega? Yaxshi. Komsomol, sportchi ham. Sportchimi? Tog'am hammasini biladilar. Ham a'lochi, ham komsomol bo'lsa juda ham biz bop ekanda. Nima ishingiz bor edi? Sizga meni bilasizmi? Qarang, nima deyapti? Rahbar nima deyapti? Qarang. Aynan biz bop ekan-ku deb qarang, shokka tushib qoldi. Aynan biz bop ekansiz-ku deydi. Endi qarang, video davomida yana davom etamiz. Yaxshi. Komsomol, sportchi ham. Sportchimi? Tog'am hammasini biladilar. Ham a'lochi, ham komsomol bo'lsa juda ham biz bop ekanda. Nima ishingiz bor edi? Sizga meni bilasizmi? Haligi kutilmagan bir savol bermoqchiman. Marhamat. Siz nikohga qanday munosabatda qaraysiz? Umuman ijobiy qarayman. Yo, bunaqani o'ylashga hali erta bunga. Bu haqda o'ylashga sizga erta ham emas, kech ham emas. Bu mashinaga hozir ketamiz. Siz nikoh saroyimizning bugungi ochilish marosimiga bag'ishlangan bayramimizga qanday qaraysiz? Albatta boraman. Borasizmi? Albatta. Sizga meni bo'lmasa arzimagan, lekin muhim topshirig'im bor-da. Endi qarang, rahbar umuman shokka tushib qoldi-da. Umuman shokka tushib qoldi. Student, komsomolka, a'lochi, sportchi, krasavitsa просто. Qarang, rahbar shunday shokka tushib qoldi, qo'yavering. Sizga deydi, muhim taklifim bor, topshirig'im bor. Sizni bir yerga taklif qilaman. Qayerga taklif qiladi? O'zingiz bir o'ylab ko'ring. Qayerga taklif qiladi rahbar? Video davomida ko'ramiz. Suv ichmasliging, gapirmasliging mumkin. Baribir yordam bermaydi senga. Rayonimizning Mamman degan yigit senga qalbini ochadi. Buni bo'lib chiqasan o'rtasa. Shunday kuyov bolani. Yolg'iz bir yerga chiqmaysan. Mana bu
panoh qo'y. Mana ko'ring, sho'qqa tushib qolgan rahbar komsomolka, sportsmenka, e'lochi qizni qayerga taklif qildi? Tasavvur qilyapsizmi? O'zining shaxsiy dachasiga. Xo'sh, qanday ahvolga tushdi? Ko'rdingizlarmi? Qanday ahvolga tushdi? Kulgili-ya. Video davomida davom etamiz. Qana bu oxiri qanday tugar ekan? Qiziqyapsizlarmi? Oxiri qanday tamom bo'ldi? Unda videoni oxirigacha ko'ring. Davom etamiz. Alo. Eshitaman. Gapirsangiz-chi? Salom. Kutilmagan voqea bo'ldi. Men kechirasiz, kiyinib chiqaman. Ovora bo'lmang. O'likxonada o'zlari kiyintirishadi. Kelasida hech kutilmagan voqea bo'ldi. Men kechirasiz, kiyinib chiqaman. Ovora bo'lmang. O'likxonada o'zlari kiyintirishadi. Biz seni avlod ajdodlarimiz nomiga isnod keltirmoqchi bo'lganing uchun tog'li xalq qonuniga binoan sud qilgan keldik. Sen itdek xor bo'lib o'lasan. Yo'q, haqqingiz yo'q. Buning uchun hali javob berasiz. Javob berasiz. Sen kelyapti. Yashashin dunyoda eng odil sud, bizning san'at sudimiz bular! Voy, aziz obunachilar, yurtdoshlar. Mana videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, ko'ring. Qizlarda shunday sho'qqa tushib qolgan rahbarlar qanday ahvolga tushdi? Ko'ring. Oxiri borib odil sud qabordi. Odil sud endi qanday hukm chiqaradi, boshqa qiladi. Buni sud o'zi hal qiladi. Hurmatli aziz yurtdoshlar, mana ko'ring. Ko'rdingizmi? Singillarni yo'ldan urish qanday bo'ladi? Allohimning o'zi mana shunday ishlardan bizni o'zimizni asrasin. Tavba qildim. Men shaxsan o'zim 1000 marta, million marta tavba qildim. Alloh taolo meni kechirmag'ay. Hurmatli yurtdoshlar, kommentariyada yozib qoldiringlar iltimos.